Oltin to'p haqida video chiqqanda ham men neytral turib gapirganman, realchiligimni aralashtirmanglar deb turib. O'sha paytda juda ko'p barsachilar kelib qoldi. O'ylashgan, что men Barsaga paxta qo'yadigan odamman deb. Unaqa emas. Men ko'rgan narsamni gapiradigan odamman. Bugun ham shunaqa bo'ldi. Men o'rtada turib gapirdim. Men Realda aralashtirganim yo'q. Kelib turib Realda aralashtirishyapti. Haligi ularda Barsaga fanatizmi bo'lgani uchun shunaqa narsa bo'lyapti. Yoshi katta odamlar, bekarga aytmayapman, biya musor deb turib. Undan oldingi, mana hozir videoda Instagramda olib tashladim. Undan oldingi videoyimni kommentariyasiga o'tib turib ham yozishgan, gap ko'tarsang qo'ymaysanmi deb. Sizlar tarafda ko'tarishi mumkin, mojit ota-onani bezovta qilsa. Biz tarafda unaqa emas. Ota-onani bezovta qilganimdan so'rab olamiz. 5-6 ta bo'lganinglarni so'rab olardim, ko'pchilik o'p ketdinglar prosta. Keyin nima deydi? Biz ota-onani arzimagan narsaga bezovta ham qilmaymiz-da. Haligi uni buni ayasdan so'kish biz uchun haligi biz tarafda unaqa emas-da. Tushunyapsizlarmi? Tarbiya unaqa berilmagan bizga. O'shuning uchun olib tashladim bu narsani. Negativdan emas.